Shundagina play-offda o'ynaymiz. 2-2 Suriya terma jamoasi futbolchilari gol urishdi. Bu Eron tomonidan xoinlik, bu Eron tomonidan bizga urilgan, orqadan urilgan pichoq. Odil Ahmedov yig'layapti. Shu ko'z yoshlarga arzimaydi hozirgi o'yin uslubini boshqarayotgan shu bosh hakamning qishdagi chalindi va terma jamoamiz futbolchilari agarda Eronda 2-1 hisobi qayd etilib tugaydigan bo'lsa, play-off bahslarida qatnashadi. Eron terma jamoasi Suriya 2-1. Umid qilib qolamiz, eronlik futbolchilar so'nggi soniyalarda o'yinni berib yuborishmaydi. Azmunga ishonchimiz yuksak. Gol urmasa ham mayli, hisobni ushlab qolish kerak. Shundagina play-offda o'ynaymiz. 2-2 Suriya terma jamoasi futbolchilari gol urishdi. Bu Eron tomonidan xoinlik, bu Eron tomonidan bizga urilgan, orqadan urilgan pichoq. Samvel Babayan, biz play-offni umid qilib turgandik va so'nggi soniyalarda kutganimizdek Eron terma jamoasi futbolchilari o'yinni sotishdi. Eron futbolchilari o'yinni berishdi, qadrli futbolchi libozlari. Terma jamoamiz futbolchilari 4-o'rinni egallashadi. 4-chi. Endi Samvel Babayan matbuot anjumanida qanday javob beradi o'zi biladi. Chunki bu o'yinlardagi eng asosiy aybdor, bu o'yinda emas, boshqa o'yinlardagi eng asosiy aybdor aynan o'sha inson hisoblanadi. Jahon chempionatining play-offiga ham chiqa olmadik. Xo'sh, endi nima deysiz? Murodga gapirgisi kelmayapti, shuning uchun ham men to'xtamasdan gapiryapman. Alamim kelayotgandan Odil Ahmedov yig'layapti. Shu ko'z yoshlarga arzimaydi hozirgi o'yin uslubini boshqarayotgan murabbiylar shtabi. Men murabbiylar shtabiga ko'proq e'tiroz bildirgan bo'lardim.